qo'yib osilib turibdi-yu, shu holatda turganda biqim bilan shaponi ulangan joyi bor. Operator yaqinlashdimi? Mana bez bo'lmashdi ham. Muhammad musulga tashlama. Musulga olib kelishing. Bu yoq tarafida ham bor mana ikkinchisi. Bu bezni yemaganinglar ma'qul. Ko'pchilik shoshilib olmaydi. Sizlar xonadon egalari shu narsalarga e'tiborli bo'ling. Buni videoni saqlanib qilib olaylik. Xudo xohlasa inshaalloh kimdir uyiga qassob borib qolsa, ozgina shoshilib be'tiborli bo'lib qolsa, masalan, ani negativ yozmaydi faqat. Yaxshi maqsadda aytayapman. O'zingizga saqlanib qilib olaylik. Xuddi shu joyi. Sondan yotganingizda ikkita bez bor. Bu ichki quyonchoq bezidan tashqari, tashqisidigina aytolmayman sizlarga. Charchamaylik, umringiz uzoq, tan joningiz sog' bo'lsin.